Otabek. Otabek. Qalaysan? Rostdan o'zingizmisiz? Ha, o'zimman. Mana. Tirikmisiz? Ko'rib turganingdek. Tirikman. Shunda qayerda edingiz? Shuncha paytdan beri. Kasalxonada. Komada. Senga bir gapni aytishim kerak. Eshitasanmi? Ha. Aslida men sen o'ylagan odam emasman. Unda kimsiz? Men jinoyat qidiruv bo'limida ishlayman. Men sizlarning tumaningizga o'sha jinoyatchilarni qo'lga olish uchun borgandim. O'sha kuni katta o'yin bo'ldi. Juda ham katta qimorbozlik yig'ilgandi. Operatsiyamiz o'sha jinoyat o'dani qo'lga olish edi. Bizning tezkor guruh yetib keldi. Otishma bo'ldi. U yerda yaralandim va komaga tushdim. Qarabsanki, 6 oy kasalxonada yotib chiqdim. Demak, siz men o'ylagan odam emassiz, shunaqami? Hammasi yolg'on, a? Ha, shunaqa. Aytgancha, sen nega sovchi yuborgan yigit bilan uchrashuvga chiqmading? Bilmadim. Balki sizni unuta olmaganimdandir. O'sha men edim, jinnivoy. Rostdanmi? Ha, Siz yolg'onchi ekansiz, aktyor ekansiz. xo'sh. Endi menga turmushga chiqasanmi? Yo'q. Hey! To'xta!